Assalomu alaykum. Bugun shu video klipda hozir bozor aka to'g'risida ozgina ma'lumot bermoqchimiz. Ko'pchilik bizdan so'raydi, bozoraka.comda qanaqa qilib yozilishini. Oddiy, masalan, Google ga kirasiz. Google dan keyin bozor aka deb yozsangiz, lotinchada poisk berasiz. Birinchi sahifada, birinchisida biz turamiz. Mana ko'rib turganingizdek bozor aka. Kirdik. Mana bozor aka kirganimizda birinchi sahifaga chiqdik, bosh sahifaga. Endi bu yerda ko'rganingizdek bozor aka nima ish bilan shug'ullansa, birinchi sahifaga qo'yiladi odatda. Ya'ni do'kon deyilgan. Do'konda asosan bizda qanaqa nimalar sotilsa, mahsulotlar sotilsa, telefonmi, masalan, ekskavator takliflarimi, yo kompyutermi, yo uy jihozlarimi, yoki masalan apteka deganmiz, go'sht deganmiz, ayollar sovg'asi, aviabilet yoki masalan xizmatlar deganmiz. Bularni siz ichiga kiraman desangiz, oddiygina shunday bosasiz. O'sha kategoriyani ichidagi narsalarga kirasiz. Masalan, mana telefonlar deyilganmi, telefonlarni ko'rasiz bo'lni. Endi telefonlarga keyinchalik qaytamiz. Hozir masalan bosh sahifani bosadigan bo'lsak, mana bu yerda yana qaytib kelamizda, ko'rganingiz mana pochta xizmati bor bizda. VoIP bor, VoIPga pul tushiramiz. Paynet O'zbekiston nomerlariga pul tushiramiz. Ma'lumotlar. Ma'lumotlarcha qiziqroq. Ko'rganingizda mana ish takliflari, yangiliklar bor bizda. Koreys tilini nimalari o'zbeklarga o'rgatamiz. Hali oz-moz bo'lsa ham yordam sifatida Koreyaga moslashish. Vaqtinglar bo'lganda har biriga bosib chiqsanglar, uning ichida ancha ma'lumotlar bor. Keyin yana bir nimani aytib o'tmoqchimiz. Ko'pchilik bizdan telefon nomerini so'raydi. Mana bu yerda telefon nomerimiz turadi. 010 34 39 30 18. Ish vaqtimiz endi odatda 8 dan 21 deganmiz. Endi plus minus 2 soat ham 1-2 soat qo'shilaveradi. Mana shot nomerimiz. Ko'pchilik bizdan Odnoklassnikida bormisizlar, yo'qmisizlar deydi. Mana yerdagi nimaga bossanglar, primoy bosadigan bo'lsanglar, Odnoklassnikiga to'g'ri olib chiqadi bizni. Bu tunnelcha deb tushunsanglar ham bo'ladi. Masalan, keyin mana o'tib turgan narsalar nima? Bular endi biz uchun bozor akaning reklamni shitlari. Masalan, buni o'tkazmoqchi bo'lsangiz, buni bosasiz. Ko'rganingizdek qanaqa xizmat, nimalarimiz bor. Ashyochi va sifatli telefonlar, ekskavator, uy jihozlari deyilgan. Keyin masalan aviapochta, endi nima qanaqa xizmat taklif qilayotgan bo'lsa, o'shalarni biz reklama qilamiz, samo soboy. Paynet VoIPlarimiz bor. Mana xolodilniklar, koreyskiy xolodilniklar sotuv yo'lga qo'yilgan yaqinda. Yana qaytib kelaveramiz. Keyin sal pastga tushadigan bo'lsak, sotuvda deyilgan. Endi sotuvda degani do'konda sotuvda. Do'konda sotuvda mana telefon, ekskavator, kompyuter, uy jihozi, apteka, go'sht mahsulotlari, ayollar uchun sovg'alar, aviabiletlar, xizmatlar deyilgan. Har bittasiga bittadan kirib chiqaverasizlar. Masalan, kompyuter qiziqtiryaptimi, siz kompyuterga bosasiz. Mana kompyuterga bog'liq bo'lgan narsalar ko'rsangiz bo'ladi. Mana bizda keyin mana ma'lumotlar deyilgan. Ma'lumotlarning ichida ish takliflari ma'lumotlari, yangiliklar. Masalan, yangiliklarni ko'radigan bo'lsangiz, yangiliklar qo'yib turamiz ba'zida. Shu qiziqarli bo'lgan ma'lumotlarni qo'yamiz bunda. Buni ichiga bosadigan bo'lsangiz, masalan, Koreya Respublikasi bo'yicha eng kam oylik miqdori ko'tarildi. Qanchaga ko'tarildi? Masalan, o'zingiz uchun qiziqarli bo'lsa, bosasiz. Bu yerda o'sha yangilikni o'qiysiz. Ko'rganingizdek bu sanasi mana 9-yanvarda qo'yilgan. 2014-yil. 378 kishi ko'rgan sizda uni. Masalan, bizda qiziq bo'limlardan yana bittasi Koreyaga moslashish. Koreyaga moslashda biz O'zbekistonda elchixonasini qo'yganmiz. Qanaqa qilib borish haqida. Masalan, o'shanga bossangiz, O'zbekiston elchixonasini nimasi, manzili o'zbek tilida, koreys tilida yoki bo'lmasam taksistga qanaqa qilib aytishingizni yozib qo'yganmiz. Telefon nomerlarigacha, kartasigacha qo'yib qo'yganmiz. Mana rasmi O'zbekiston elchixonasi.
keyin yana bitta narsadan Koreyaga moslashishga bosadigan bo'lsangiz, bankomatda pul o'tkazish tartibi va kodlar, bank kodlari. Ko'pchilik bu narsani bilmaydi, yangi kelgan bolalar. Masalan, buni ichiga bosadigan bo'lsangiz, shu Koreyaga moslashishda masalan pul muomalasi juda ham muhim. O'shaning uchun shu narsani biz qo'yganmiz. Masalan, qanaqa qilib pul o'tkazmoqchi bo'lsangiz, o'rganish o'zingiz mustaqil ravishda hech kimga nima qilmasdan, iltimos qilmasdan o'zingiz keyinchalik o'rganib ketishni tezroq xohlasangiz, shu yerda o'qisangiz tushunib olasiz osongina. Bo'ldi. Agar qanaqadir savolinglar bo'lsa, shu qo'yibdan shu telefonga chiqaverasizlar, yoki masalan Odnoklassnikdan yozaverasizlar. Rahmat.